Китай, Монголия, Казахстан, все они, Азербайджан, мусульманские страны. Когда я впервые посетил Россию, это было потрясающе. Правда, она находится далеко. Так что мы красим мир в синий цвет. И знаете что? Цифры, вы помните, люди говорили об изоляции Израиля. Помните это? Изоляция Израиля. Довольно скоро те страны, что не имеют с нами отношений, окажутся в изоляции. Есть те, кто говорит о бойкоте Израиля. Мы их будем бойкотировать. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh aziz vatandoshlarim va dindoshlarim. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Menga podpiska bo'lganlar va meni videolarimni erinmay ko'rayotganlar, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha salomat bo'linglar. O'ynab kulib yurish hammamizga Alloh nasib qilsin. Gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin. Alloh ikki dunyo saodatini bersin. Bugungi kunimizni Alloh xayrli barakotli qilsin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh daryoda qilsin, qabul qilsin va gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin. Barchamizga iymon bilan o'tish Alloh nasib qilsin. Mana bugungi gaplarim bo'ladi. Yevreylar, juhtlar, Izraillar haqida bo'ladi. Izrailda o'zbek bola ham paydo bo'lib qolibdi. Hali yolg'on ma'lumotni tarqatayotgan Samarqandlik o'zbek. Aslida o'zbek ham demasa ham bo'laveradi. Bu yevrey bo'lib qolgan, ancha oldin yevrey bo'lgan. Dilinteresga bu bolani bunday ko'ringlarda videolarini topsalaringiz. Birorta odam yaxshi gap gapirmaydi bu bolaga. Hamma qarg'aydi, hamma shunaqangi so'kadi. Lekin o'sha qarg'ash so'kishlarga chidaydi bu bola. Buni bitta sababi bor, chidashning sababi bor. Bu bola kommentariyalarni kirib ko'rsalaringiz, onasini o'qib o'rishgan, shunaqangi qattiq so'kinishgan, hamma gapga chidaydi u. Bu yevrey. O'zbekda yevreylashgani. Buni chidashning sababi yevreylar bunga katta pul to'laydi. Mana shunaqa yolg'on ma'lumotlar chiqaraverasan, Falastin tomon ko'rsatish deganda, mana de Isroil tinch joylarini ko'rsataverasan. Mana Falastin, Turkinchin deb shuna yolg'on ma'lumotlar tarqatasan deb bunga katta pul berishadi bu Samarqandlik o'zbek blogerga. Isroilda yashaydigan. Kecha chiqibdi, gapiryapti. Endi menga negativ yozayotgan, menga butun O'zbekistonda yozayotganlar. Gapni hali ishay sifat bu tavba qilib 2 rakat namoz ham o'qimagan-da bir umr. Endi bu Erondan tushib kelayotgan bomba bu Al-Aqs masjidiga tushsa nima bo'ladi deyapti. Astag'firulloh, tavba qildim. Bu miyasi bilan urushgan odamda gapini o'ylab topgan gapini qaranglar. Shu Erondan tushib kelgan bomba shu Al-Aqs masjidiga tushsa nima bo'ladi? Bunga nima deysizlar sizlar keyin? Menga negativ yozayotganlar, O'zbekistonliklar bunga nima deysizlar keyin deyapti. Birinchidan sen yevreylashgan O'zbekistonlik, Samarqandlik o'zbek o'z fuqaroligini sotgan, dinini sotgan, yevreylashgan o'zbek. Birinchidan sen shunday ko'rsatkinki, menga yana bitta bola ko'proq yozib chiqyapti, masjid ko'p deb. Masjid ko'p Isroilda. Lekin birorta masjidda namoz o'qittirmaydi yevreylar. Birorta masjidda musulmonlarga namoz o'qittirmaydi. Al-Aqsda ham o'rab olishgan, yevrey hududiga o'rab olishgan. U joyda ham bilmayman, o'sha qancha yildan beri namoz o'qittirilmaydi. Yevreylar namoz o'qittirmaydi. Sen shularni ham yoritib ko'rsat. Sen kecha mol sifat gapirgan gapingni qara. Shu bombalarning bittasi masjidga tushsa nima deysizlar deyapsan. Sen mol. U masjidni Allohning o'zi saqlab oladi. Ishay sifat miyasi bilan urushib qolgan. Masjidga tushgan deysan. Sen ko'rsat, yevreylar qanaqangi zakon chiqarib, musulmonlarni umuman masjidda namoz o'qitirmayotganini ko'rsat.
Bu bolani videosini ko'rsangiz, yolg'on ma'lumotlar shuni ko'rsatadi bu. Falastin Yevroy Izroil o'rava olgan o'zi polni Falastin bo'lgan. Polni Yevroylar bo'lgan, Izroillar bo'lgan. O'rtada qolgan. Mana shunday bo'lib, Falastin o'rtada qolgan. Batga gumanitarniy pomosh hech qayerdan olib kirib bo'lmaydi. Hech qayerdan. Bir marta Xitoy parashutdan tashlab berdi. O'ta qiyinchilik bilan olib kiriladi Batga. Qachon Amerika ruxsat beradi, o'zini nimasi uchun, maqsad obro'si uchun Amerika ruxsat beradi. Mana Izroil qo'yyapti, mana kelayotgan gumanitarniy pomoshni deb ko'rsatishadi Falastinda. Shu joyga bu eshak umuman kira olmaydi. Nafaqat bu, boshqa odamlarni ham kirgizmaydi. Chunki hatto muammoni juda yaxshi bilishadi bu eshak sifat yevroylar. Bu Samarqanddan chiqqan o'zbek Burumuratga o'talmaydi Falastinga. Hozirgi holatiga o'talmaydi. Chunki yo'g'ib ketgan joy. Hatto musulmon birodarlarimiz o'ta qiyin holatda yashayapti. Alloh barchalariga sabr toqat, barchalariga kuch qudrat bersin. Alloh buyuk, Alloh qodir. Inshaalloh bular bu qiyinchiliklardan chiqadi. Bu nimadan o'lganlar hammasi shahid. Shahid o'lib o'lgan. O'z davlatini himoya qilib o'lgan bular. Falastinliklar ko'p o'lganlar. Bular inshaalloh jannatda o'z mukofotlarini oladi bular. Bu eshak sifat yevroylashgan o'zbek u tomonlarda ko'rsatilmaydi, shu yevroylarda ko'rsatib yuraveradi. Ko'rsat mana yevroylar Izroilda falastinliklarda asirga olganlarini nima qilishadi, o'shani ko'rsat. Mana kechagina Rossiyani bitta blogeri ko'rsatib yubordi buni, ochiq oydin tashlab berdi. Menimcha u blogerda ham javob ketishadi. Izroillar kecha ko'rsatdi, o'zini soldatlarini mukofot beryapti Izroil, yevroylar. Falastindan asirga olgan insonlarni iznasiливать qilar ekan bu harommi soldatlar. Iznasiливать. Erkak bormi, yosh qizaloqlar bormi, yosh bolalar bormi, kampirlar bormi, hammasini iznasiливать qilarlar ekan bular haromlar. Astag'firulloh, yana so'kib yuboryapman. Meni kechirasizlar Alloh uchun. Ozgina buni ko'rib o'zimni zo'rg'a chidab turdim. O'sha iznasiливать qilayotgan soldatlarni kecha bular mukofotlashdi. Mana bizni giroylarimiz, bular to'g'ri ish qilyapti. Terroristlarni iznasiливать qilyapti. Bular to'g'ri yo'lda, bular to'g'ri ish qilishyapti deb hammasi mukofotlandi. Ilohim Allohning na'latiga uchragunlar. Sizlarga Alloh kifoya qilsin. Keyin turmani ko'rsatdi. G'azoda askarlar tushgan, asirga tushgan nimalarni ko'rsatdi. Izroillar qo'lga ushlaganda endi G'azoda Eronda soldatlarini ushlashgan endi. Asirga olganlarni qanaqa holatda yotibdi. Astag'firulloh, Alloh ularga ham kuch-quvvat bersin, Alloh ularga sabr toqat bersin. O'ta qiyin holat ularda ham. Mana shunday yerga o'tkazib qo'yib, qo'l oyog'ini baylab qo'yishgan. Bular nima undan bo'ladi desa, bular terrorizm deyapti. Harommi? Bu itemgan yevroylar bularni terrorizm deyapti. Bular shu holatda o'ladi deyapti. Mana shu holatda biz o'ldiramiz bularni deyapti. Izroil harom, astag'firulloh, juda ko'p ishlatib o'ryapman shu harom marazlar, pedofillar. Shunaqa ma'lumotni kecha bitta ikkitasi ochiq oydin ko'rsatdi. Bular ko'rsatgan odamlar sirazi yo'qolib qoladi. Izroilda bo'layotgan ishlarni ko'pini shu Rossiyada o'rislar borib yashaydi, o'shalar bir ikkitasiga ruxsat bergan. Ular to'g'ri ma'lumotni sirazi olib turib joylashtirib yuboradi nimaga? Videoga. Uni kontrol qila olmay qolyapti Izroil. Mana shunaqa ma'lumotlar bo'lyapti. Ifloslar, Xorramdan bo'lganlar, asirga tushgan askarlarni Erondan, G'azodan tushganlarni shunaqa qilib qiynab o'ldirishar ekan bular. Yerga o'tkazib qo'yib, qo'l oyog'ini baylab, xuddi o'sha holatda o'lishga majbur qilishar ekan bular.
Allohning balosiga duch kelgunlar. Mana mashinlarni ko'rsatsam, o'zbek yevreyni qabul qilgan o'zbekdan borgan Samarqandlik. Shularni ko'rsatsam, mana yevreylar bunday qiladi. Yevreylar gey paradlar, yevreylar bunaqa ish qiladi. Mana musulmonlarni bunaqa iznasiliy qilgan soldatlarga bular mukofot berishadi. Shularni ko'rsatsam. Kecha gapirgan gapingni qarab, bitta bomba Alex Max masjidiga tushsa nima bo'ladi? Alloh o'zi himoya qilib oladi. Iflos. Tez kunlarda san ham shuna xo'rlanib o'lgin. Mayli, o'lmagin, senga o'lim tilamaymiz. Sen shunday qiynalginki, vatan gadosi bir umr qiynalib o'tgin. Shunaqa gaplar, aziz vatandoshlarim, dindoshlarim, hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Alloh panohida bo'laylik. Butun dunyo musulmon davlatlarini Alloh o'z panohida asrasin, Alloh o'zi qo'llasin. Bu zolimlar orqasidan zulm ko'rayotgan bizni dindoshlarimiz Allohni jannati bilan siylansin. Alloh o'z jannatlari bilan siylaydi inshaalloh. Ular hammasi o'lganlar, shahid. Qolgan musulmon davlatlarga Alloh o'zi kuch-quvvat bersin, sabr-toqat, hamisha salomat bo'linglar. Yana bir narsani aytib o'tib ketaman, esimdan chiqib qolibdi. Isroil bosh vaziri Netanyahu kecha kartani ko'rsatdi Polni. Bundan qancha yil oldin borganman Rossiyaga dedi. Uning ichida kartalar ko'rsatdi hamma. Ozarbayjon, Qozog'iston, Pokiston, Hindiston bular bizga boykot e'lon qildi. Bularni bir umrga qiynaymiz biz. Bularni shunchalik boykotga tiqib yuboramiz, qiyin holatda qolib ketadi musulmon davlatlarini bir umrga boykotga tiqib yuboramiz. Bularda hamma yeguligiga o'zlari mumkin emas harom narsalarni tiqib yuboramiz yegizishga deb gapirib chiqdi Netanyahu. O'shalarni ham ko'rsataman sizlarga inshaalloh. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Menga podpiska bo'lgan videoni ko'rayotganlar, hammalaringiz salomat bo'linglar. Alloh kuch-quvvat bersin. Sog' bo'linglar, hamisha salomat bo'linglar. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.